mo'minligida, mo'min musulmonchilikda biz bilaylikki isrofgar odamlar, shaytonlarning do'stlari isrofgar odamlarni Alloh taolo yomon ko'radi, isrofchi odamlarni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'radilar va isrof degani faqatgina taomda, sharobda emas. İsrof deganini birinchisi umrda bo'ladi. Ana shu hadisda aytibdilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va an shababihi fima ablahu, yigitlik davridan qaytadan so'raladi. 16 yosh bilan 40 yoshning o'rtasidan qaytadan so'raladi. Mana shu vaqtida g'oliban ota-onasi bo'lgan, farzandi bo'lgan, ishi bo'lgan, kuch-quvvati bo'lgan, so'zlari o'tgan davri 16 bilan 40. Mana shu yoshning o'rtasidan alohida Alloh subhanahu va taolo qaytadan so'rar ekan. 16 bilan 40 ning o'rtasida sen umringni nimalarga sarf qilib yubording deb. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Isrof qiladigan odamlar shaytonlarning do'stlari. Shaytonlar, ya'ni isrofgarchi bilan shayton bir xil deyapti Qur'onda. Isrofgarchi bilan shayton bir xil. Endi biz xalqimizni ba'zi bir holatlarni aytib bersangiz juda kulgilik, bir qiziq ishlar qiladigan xalqimiz biz. El ko'rib qo'ysin, odamlar bilib qo'ysin. Hatto kinolarda ham shu narsalarimizni ko'rsatishgan. O'sha o'zimizning ahvolimiz avvaldan shunday bo'lib kelganligi uchun to'y qilayotgan odamlar bitta qo'y nima bo'pti deydi. Bir xona dasturxon nima bo'pti deydi. Jamoatni tagiga ana u darvozani ostiga turib olib, mana unday qilib jamoatni to'sib olib kutib olayotgan odamlar qarzga, nasiyaga, variantga to'y qilmaylik. Ikkinchi ko'rinishi yoshlarga tegishli. Bu yerda bo'lmasa boshqa yerda. Juda bir boshqacha bo'lib mashinalarga o'tirib, o'zlarini yo'qotib, birovning mashinasi u, birovning narsasi hammasi. Videochi kelib uni videoga tortayotsa, umuman hayotdagi boshqa odamga o'xshab qolib, ertasi kuni yana bichoq topolmasdan chekkani, qarzni spiskasini ochib olib, qachon kimga birinchi berishim kerak ekan degan narsa bilan to'y o'tkazmaylik. Nima qilasiz u birovning mashinasiga minib 10 ta mashinaga kortej bo'lib 2,5 soat oshig'i bilan reklama bo'lib keyin tugatib qo'yib, isrof qilib, pulni to'lab, qo'shnining uyiga o'sha Chuboq hoji domla aytayapti-da. Ayolingni qoni kam, ota-onangning ahvoli bir ahvol, o'zingni ham yarim qilayotgan to'yini xarajati qarz yo bank yo variant va yana shunga o'xshagan atfamilasi har xil qarz. Ana endi seni deydi qilayotgan to'yingni qara deydi. Bu falonchi va allonchiga tegishli emas, birodarlar. Bu avvalo Qur'oni Karimdagi oyat, so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, so'ngra siz bilan meni yashayotgan hayotimiz. Bizni hozir hayotimizni qarang. Domla ko'p tanqid qilasiz. Xo'p, tanqid emas, yaxshi tarafini ham aytaylik. Misol uchun aytib beramiz. Aqiqa qilardik avval. Hozir aqiqa deb nomladik. Sunnat to'y. Sunnat to'y qilardik avval isrofgarchilik bilan. Navoiy gruppasiman keladi. Kannaychi gruppasiman keladi. Qisqasi hammasi gruppasiman keladi. Erkak qudasi gruppasiman, ayol qudasi gruppasiman, jo'rasi falonchisi, pistonchisi. Navoiy 3-4 kun burun keladi. Sizlar nima qilyapsizlar hozir degan savol beramiz o'sha to'yning egasiga. Hozir siz nima bilan shug'ullanyapsiz? Nima qilyapsiz? Sunnat to'y. Sunnat to'y. Bu bid'at to'y. Ha, bu isrof to'y. Alhamdulillah bizning qishloqlarda yo'q bo'ldi. Aqiqa bo'ldi. O'g'il tug'ilsa ikkita, qiz tug'ilsa bitta qo'y so'yib, xohlang o'zingiz yeng, xohlang ozgina qismini ehson qiling, xohlang ozgina taom qilib jamoatga bering. Ammo avvalgi sunnat to'y qilgan odamlarni men o'ylayman yaqin 5 yil avval qutulishdi qarzlaridan. 10 yillab qarz bo'lib yurishgan.
Ammo uylarda hali ham tandurlar turibdi, ha desa to'yda qurilgan tandur. Ana u isrof. Ana u mumkin emas. Isrof qilishlikning masalasi juda ham keng va ko'p. Lekin jamoatimizga misol uchun aytamiz xolos, birodarlar, umrni isrof qilmaylik. Gaplarimizni isrof qilmaylik. Bekorchi gaplarni to'xtamasdan gapirayotgan odamlar. Vaqtlarimizni isrof qilmaylik. Va mana shu bilan birgalikda taomda hamda kiyimda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaylik. Saudiya Arabistonida yoshlarning o'rtasida 3-4 yil avval bir moda chiqqan ekan. Cancel degan. Bu cancel degani pasportingizga bosib qo'ysa ham yaroqsiz bo'lib qoladi, ishdan chiqdi degani. Yangi hammerni olib kelib do'stiga aytadigan, mana hammerim hozir anaqa evakuatordan tushadi, 5 metrmi 8 metr yuramanda kaltini olib bekitib qo'yaman, cancel qilib qo'yaman, shu yerda changib shu yerda yo'q bo'lib ketadi der ekan. Pulini ko'pligini tushuntirishlik uchun 100 ming dollarmi 80 ming dollarga mashinani olib, yo'lni bir chetiga qo'yib, mana men mashinani cancel qilib qo'ydim desa, narigi do'sti bu nechinchi mashinani cancel qilishingiz desa, bu ikkinchisi desa, hali bor ekan yetib olishingizga, men 4 ta hammerni cancel qilib qo'yganman der ekan. Maqtanishlik uchun qarab qo'ying. Bir kalima uchun isrofgarchilik qilyapti. Siz bilan men to'y qilamizmi, yana bir boshqa narsa qilamizmi? Isrofgarchiliksiz qilaylik. Mana shu odamlarni maqtov uchun to'y qilamizmi? Odamlar bugun maqtaydi, ertaga yomonlaydi. Bugun siz to'y qilasiz, ertaga boshqasi qiladi. Odamlarni esidan chiqasiz. Ammo farishtani huzuridagi yozuv umuman yo'qolmaydi, tugamaydi. So'rang qanday qilsa isrof bo'ladi, qanday qilsa isrof bo'lmaydi. Ikkinchi ko'rinishi ana bizning ehsonlarimiz. Ijobiy taraflarni ham aytaylik, negativniy bo'lib ketmasin hammasi. Arablarda ehson qilsa, bu arablar yomonlashmas, urfni aytyapmiz xolos, yaxshilari ham ko'p. Arablarda ehson qiladigan bo'lsa, men bir povur bilan gaplashganman, Misrda o'qib turganimda, o'zimizdan borgan povur ekan, Saud Arabistonidan deydi. Domla men shun zerikib keldim. Nimaga zerikdingiz desak, sheriklar biz povur bo'lib bir joyga to'yga chaqirilamiz, taom qilishligimiz uchun deydi. Narigi to'yda necha qop guruch damlading? 8 qop desa, bo'ldi, bizda 9 qop guruch damlaysan der ekan. Yarim qop guruchni yeydigan odam keladi. 8,5 qopini kelib musur mashinasi, axlat mashinasi solib olib borib tashlab yuboradi. Uni ustida qo'ylari bor, go'shtlari bor, falonchi pistonchlari bor. Saudiya Arabistonida bo'lgan ochliklarni, yosh bolalarni o'ldirib yeb qo'ygan voqealarni esdan chiqarishgan. Siz bilan menda ham 1932-yil mana shu joyda bo'lgan ochliklarni esdan chiqarib qo'ymaylik. Juda qattiq ochliklar bo'lgan. Juda og'ir qiyinchiliklar bo'lgan. Hozirgi davrimizni ular tushida ham ko'rmagan. Ammo uni esdan chiqarsak, hozir bizda ham yana o'shanday holat bo'lib qolishligi mumkin. Bizni to'ylarimizdagi isrof bo'lmasligining ikkinchi ko'rinishi, arablar bilan bizni farqimiz bor. Arablar xolodilnik sotib oladigan bo'lsa, ba'zi bir mevalarni aynib qolmasligi uchun solib qo'ygani sotib oladi xolos. Biz xolodilnik sotib oladigan bo'lsa, kechqurungi ovqatni ham solib qo'yamiz. Ertalab yana qozonga solib pishirib qaytarib yeymiz. Biror bir arab dunyosida shunday qilmaydi. 24 ta davlatda. Saud Arabiyasida ham, Misrda ham, Iordaniyasida ham, boshqa davlatlarda ham. Mana shu joyda bizni xalqni isrofdan uzoqligi ko'rinadi. Alhamdulillah. Kechagi ovqatni qanday qilib yeysizlar degan savol tug'iladi ularda. Biz qanday qilib yeymiz deb bismillah deb ko'rsatib beramiz. Kechagi ovqat. Kechagi ovqatni xolodilnikka solib qo'yishlik yoki bir joyga olib qo'yishlik degan narsa yo'q. Siz bilan bizda mana shunday narsalar bor. Shu o'rinda isrofgarchilik qilmaylik. Bu mavzuyimiz juda ham uzun va katta, lekin jamoatimizga eslatamiz, birodarlar, Alloh taolo ibodatda ham isrofdan qaytargan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ibodatda ham isrof qilmanglar degan, oshiqcha va chegarasidan o'tishlik degani.
oshiqcha va chegarasidan o'tib ketishlik degani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunni 3dan birida tahajjud o'qisanglar bo'ladi dedilar. Undan oshiq bo'lmaydi dedilar. Mana o masjidni ustunlarga ip baylab qo'yib tahajjud o'qiyotganlarni iplarini kesib olib qo'yinglar. Uyqu kelganda uxlanglar. Kuch-quvvat bo'lgandan so'ng namoz o'qinglar deyapti. Hatto ibodatda isrof qilishlikdan qaytarilyapti. Hattoki ibodatda Sa'd ibn Abi Waqqas, men adashmasam, sahoba kelib, "Ya Rasululloh, men ihson qilmoqchiman" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qancha mol mulkni ihson qilasiz deganlarda, "Mol mulkimni hammasini ihson qilib yuboraman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, bu juda ham ko'p" dedilar. "Bo'lmasam yarim qismini ihson qilaman" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, bu ham ko'p" dedilar. "Ya Rasululloh, mol mulkimni 3dan 1 qismini ihson qilaman" deganlarida, "Was-sulusu kaseer" 3dan 1 qismini ihson qilmoqchi bo'lsangiz ham yaxshi, ammo 3dan 1 qismi ham ko'p bo'ladi, isrof bo'ladi degan ma'noda ulamolarimiz mana shu bobda keltirgan. Ihsondan ham qaytaryaptilar. Ozroq ihson qilsang, davomiy va natijasi yaxshi bo'ladi degan ma'noda. Umrni isrof qilmaylik, so'zlarni, gaplarni isrof qilmaylik, taomlarni, kiyimlarni isrof qilmaylik. Ammo ikkinchi bir ko'rinishi bor. Isrofni teskari qismi, inshaalloh buni ham bir bayon qilishga harakat qilamiz. Baxillik. Bu eng mo'min musulmonga, ayniqsa erkak kishiga yarashmaydigan sifat. Isrofdan uzoq bo'laylik, baxillik qilishlikdan ham uzoq bo'laylik. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin.